Meni ismim Bekislom va meni dadam family bakalashga deb chaqiradi. Bu menga yoqmaydi. Bir kun dadamdan so'radim. Dada, nimaga meni family bakalashga deb chaqirasiz? Desam, qara o'g'lim, family bakalashgani qo'ppoq kichkina og'zi bo'shda, suv chiqib ketaveradi. Sen ham mana shu stand-upga chiqib qolib biz uydagi muammolarni aytib shu og'zi bo'shlik qilyapsan dedi. Men 19 yoshman. Bu juda ham g'alati yoshda. 19 yosh bu xuddi family bakalashgan ko'z oldingizga keltiringlar-da. Ana uning ichida suv bor-ku. Mana shuncha kamda to'ladi siz. Ay, u hali yarim siz yarimdan ko'pda. Ana shuning ichida suv 19 yosh. 19 yosh. Yo kichkinaligingizni bilmaysiz, yo kattaligingizni bilmaysiz. Bir kun dadamga aytdim-da, dada, men velikka pul bering dedim. Sam dadam aytdi, "O'g'lim, sen katta bola bo'lding, bor ishlab pul top." Borib ishlab pul olib kelsam, "Yosh bola shuncha pulni nima qilasan?" deb qo'limdan oldi. Da shunaqa mana yerda hozirlar. Men tojikam. Men tojikam. To'g'risi, dadam tojik bo'lgani uchun men ham tojikman. No, onam o'zbek. Xavotir olmanglar. Onam o'zbek, men sizlar bilaman. No, maktabda men rostdan ham ona tilini o'qiganman. Chunki onam o'zbekda. Onam o'zbek. Ona til ustozimiz menga xating xunuk deydi. Men ustozimizga aytdim. Ustoz, bachkanamisiz? Meni xatimni sizdan boshqa birov ko'rmaydi dedim. Desam, keyin hay dedi. Keyin bilsalaring agar kim vodiyda yashasa, vodiyda ko'chaga so'rta qilinadi, ani uni qushlar cho'qimasligi uchun varoq bilan o'raladi-da. Dadam ani ona tili daftarimdan foydalangan. Endi ko'chadan o'tgan ketgan meni xunuk xatimni ko'ryapti-da. Hamma eshigim taqilatadi. Ochib qarasam, xating xunuk deydi. Xatim xunuk deydi, keyin nechqaman xatim uzoqdan bilinmaydi-da. Prosta anu ona tili ustoz qizildan katta qilib chiroyli yozib qo'ygan. Da shunaqa. Dadam qiziq odam-da. Dadam aytadi, "O'g'lim, sen nos chekmagin. Nos eng iflos narsa-da. Nos ani tualetga tushsa, tualetni ham harom qiladi." Yo, o'zi dadam chiroyli gapiradi, hozir nosi borda shuna gapiradi. Kim kasal bo'lgan? Kim hozir tirik qolgan? Men ham yaqinda kasal bo'ldim. Juda ham g'alati kasal. Ichketdi. Ichketdi kasal juda ham g'alati. Mana ichketdi, misol uchun aralash quralash yeysizda, anu hazm bo'lmagan ovqat otilib og'zidan chiqib ketadi. Anu hazm bo'lgani otilib doktorga bordim, meni tekshirdi, ikkita varoqni qo'limga berdi. Bittasi to'la dorilar ro'yxati, ikkinchisi apteka manzili. Aptekani manzili. Men doktordan so'radim. Doktor, qovun yesam bo'ladimi? Men qovunni yaxshi ko'raman. Doktor aytdi. Torviz ye, meni ichingni yuvadi, ichaylaringni yuvadi dedi. Nargi xonaga kirib, nargi vrachni urdim-da. Chunki uni 5 yildan beri ichini yuvadi, klizma qilardi meni. Da. Yomon doktor. Men hozir klizmani tushuntirib bermoqchiman. Mana nos chekkaningizdan keyin og'iz suv chayib tashlaysiz. Klizmada da. Men ani vrachni urdim dedim, biroz asabiy odamman. Psixologga oldiga bordim. Psixologga oldiga borsam, psixolog aytayapti. Deyapti. Sen asabiylashayotgan bo'lsang, baliq ovladi. Baliq oviga bordim. Chuvalchangimda qalmoqqa ilib o'tiribman-da, baliq bitta keldi, aylandi. Shuni qalmoqni ko'tarsam, chuvalchang yo'q. Yana chuvalchangni qalmoqqa ilib tashladim. Yana baliq aylandi, shuni ko'tarsam, chuvalchang yo'q. Asabimga tegdi ani baliq. Suvga tushib ani baliqni shuni jabrasidan ushladim-da. Og'ziga qo'limni tiqib, chuvalchangimni olib, ani o'g'rilikda ayblab militsiyaga berib yubordim ani baliqni. Men o'zi baliqlar bilan oldindan chiqisha olmayman, orqadan chiqishamiz. Meni xotiram pas, boshida aytib qo'yishim kerak edi, men xotiram pas, xotiram bilan muammolarim bor. Misol uchun yaqinda 9-may qanaqa bayram edi? Xotira haqida, xotiram yaxshi.
Men o'sha kuni uni qo'shig'ida eshitishni yaxshi ko'raman. Mayli, men jicha azoblasam. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas. Yodimdan chiqib ketib qoldi, qolgani. Shunaqa. Keyin kimda bardak qo'shni bor? Kimda qo'shnisi bardak? Anu kombo qanaqa bo'ladi? Ularning kombosi bilasizmi? Uyga usta tushgandan keyin kombo bo'ladi. Yana ham bardak bo'ladi. Ustalar istalgan joydan bardak qila oladi. Uyda usta kelgan, men hasharaga kirganman, ularning uyiga sovchi keldi. Uyga sovchi keldi, uyga kirdimda sovchilar xullas hashar bo'lyapti, ular uyga sovchi kelgan. Bitta xona o'zlari turadigan uy, uni yonida mehmonlar uchun tayyorlab qo'yilgan uy. Ani mehmonlar adashib narigi uyga kirib ketdi-da, o'zlari turadigan uyga. Bunday kirdi, bu yer omborxona bo'lsa kerak dedi. Men shu yaqin atrofda edim, bunday qaranda. Opa, sizlardan oldingi sovchilar ham xuddi shunaqa deydi. Unday qaradi, uka, xotir olmang, bizdan keyingilar ham shunaqa deydi, dedi. Da shunaqa dedi. Keyin uni qo'shni menga xunuk qaradi. O'ta xunuk qaradi. Men to'g'risi qo'rqib ketdim. Keyin eshigim tagiga bir nimalar to'kib ketganini ko'rib qoldim. Qarasam qabriston turpog'i. Voy. Men ana opadan o'ch olmoqchi bo'ldim-da. Va men ustalarning oldiga kirdim. Akalar, uyimda 100 tacha g'ish bor edi, kerak emasmi? Desam, davay deydi. Men qabriston turpog'idan 200 g'ish tayyorlatirdim. Va olib kirib berdim. Ana ustalar oxirgi urishgungacha qarab turdim-da g'ishni. Oxirgi dona urildi, bo'ldi. Men kreativni maraz qiladigan odamman. Xudoga shukr. Mana endi ana opa o'lgandan keyin balki tirikligida ham qabriston ichida yashaydi. Hech qanchaga bormasdan nimagadir ham uni o'g'li qamalib ketib qoldi. Bilmayman nimaga bunday bo'ldi. Hayronman. Xullas qamalib ketib qoldi. Nimaga? Chunki qiz bolaga gap otganda 15 sutkaga qamashgan. Anu qizdan borib dastlab soat so'ragan, keyin soatini so'ragan. Keyin shunday bo'lib qamalib ketib qoldi. Svidanka degan narsa bor. Kim biladi? Svidanka degan narsa bor ekan. Bordim, uchrashdim, gaplashdim. Keyin o'rtog'imning oldiga bordim. Keyin o'rtog'imning oldiga bordim, hammasini aytib berdi. U meni family vakillashga chaqiradi. Nimaga unaqa deb chaqiradi? Hayronman. Meni yerga hazillar boshlandi. Family vakillashga chaqiradi. Men so'radim, nimaga meni family vakillashga chaqirasan? Desam, qara, uni qoppog'i bo'sh dedi. Og'zi bo'sh dedi, suvi to'kilib ketadi. Sen ham qizlar ko'rganda og'zing bo'sh, suving to'kilib ketadi dedi. U meni Bek Islom o'zi ismim, lekin Begi deb chaqiradi. Uyda men yo'q bo'lsam, dadamga telefon qiladi-da, Begi bormi deydi. Anuning ismi Nosirjon-da. Men o'ch olaman deb, "Ali, nos bormi?" desam, dadam meni so'katdi. Anu Begi bormi deganiga men so'kish eshitaman-da. Men kreativ, maraz odamman. Men marazlik, yana kreativlik, marazlik qilaman. Anu xullas uni o'yladim, uni dadasi yo'q. Va men ismimni Dadaxonga o'zgartirdim. Va ana endi u meni ismimni hech qachon tog' ayta olmaydi. Movoda u tog' aytsa, u uchun travma, men uchun maqtovda.